Qanday qilganda ikkinchi bir tilni tez surat o'rgangani bo'ldi. Mana mushunda tez surat o'rgangani bo'ladimi deb nurg'unliq o'quvchilar mendan so'raydi. Haqiqatan ikkinchi bir tilni tez surat o'rgangani bo'ldi. Bu tilni o'rganishda usul ilhamdan ko'p muhim. Nurg'unliq odamda ilham bek muhim dedi ya, usul intayin muhim. Agar usulingiz xatolab qolib qolsa, xato usul degandingiz qancha tirishgan sari unummaydi, unum deydigan narsa chiqmaydi. Demak, unum chiqmagandan hamma voz kechish bo'ldi. Usul to'g'ri bo'lsa-chi, voy qila oldim-ku, azroq bo'lsin, unum to'g'ri bo'l, unum chiqdi-ku deb o'zimizga bo'lgan qizg'inligimiz eshishga boshlaydi. Shu til o'rgangan vaqtimizda usul ilhamdan ko'p muhim. Odatda til o'rgangichlarniki 95% xato usul deganda. Shuning uchun ular ko'p qismi voz kechiydi. Faqat 5% odam to'g'ri holatda, to'g'ri usulni qo'llanib til o'rganganlikdan og'rig'i chiqa oladi. Unumli holatda o'rganib mengadi. Nurg'unliq odamlar qanday o'rgandi? Sanlar oldi bilan harf o'rganadi, endi so'zlik o'rganadi, endi grammatik o'rganadi, endi so'zlash mashq qiladi. Demak, mana mushkil holatdan eng oxir tarjima qilib o'rgandi. Demak, mana mushkil xato usullar bilan o'rganadi. Odatda til o'rganishga nima a'zo eng muhim? Sanlar quloq bilan og'iz eng muhim savodashlar. Kichik bolalar til o'rgangan vaqtda dal og'iz bilan quloqqa tayangan. Ammo cho'ng odamlar nimaga tayindi? Odatda ko'zimizga tayanib o'rganamiz. Demak, miyadagi qo'llanayotgan organimiz xato. Til o'rganishga eng negizlik narsa nima? Quloq bilan og'iz. Demak, mana shunda usullarning xato bo'lganligidan biz haqiqatan o'zimiz degan unumlarga erishamayapmiz. Endi bu til o'rganish nimaga o'xshaydi? Sanlar bu bir qobiliyat, bu bir iqtidor. Bu qobiliyatga, bu bir iqtidorga hargiz tadqiq qilib erishadigan narsa emas, tadqiq qilib yetadigan narsa emas. Bu hargiz bu bir tabiiy emas. Nurg'unliq til o'rgangichilik qanday o'rgandi? Sanlar tabiiy fanni o'rgangan usullar bilan o'xshash usul deganda. Demak, sinflarda o'rganamiz tillarni-chi. Amniyat bu nimaga o'xshaydi? Sanlar muzik o'rganganga, tantarbiyada qobiliyat yetildiganga, vazifat minganga, so'zishni o'rganganga, mana shunga o'xshaydigan bir xil qobiliyat, bu bir xil iqtidor. Şu bir tilni yaxshi o'rganaman deydigansizlar savodashlar. Shunga bir maydonga chiqamiz, baqqa chiqamiz, so'zlaymiz ko'proq, so'zlaymiz. Demak, vazifatni maydonda o'rganamiz, to'pni maydonda tepamiz. Bir to'pni hargiz bir futbolni sinab chirib o'rgangan bo'lmaydi-ku. Demak, tilmi dal shunga o'xshaydigan narsa. So'zishni o'rganishimizcha chuqum ko'lchak tushamiz, dal mana shu tilmi o'xshash ashunga. Shunga til o'rgangan vaqtimizda savodashlar nimani asos qilamiz? So'zlashni asos qilamiz. Nurg'unliq odamlar mushu xatolashib qilishdan qo'rqib so'zlamay turib oladi. Men sizga qo'yay. Bu til o'rganish jarayoni to'xtamasdan xatolik o'tkazish jarayoni. To'xtamasdan xatolik o'tkazamiz. Agar xatolik o'tkazmasangiz, men xatolik ahvol. Chuqur xatolik o'tkazamiz. Bu bir til bu. Odat kichik vaqtimizda, mush ana tilimizdan chiqayotgan vaqtimizda, tilimiz chiqayotgan vaqtimizda nurg'ulg'an gaplarni xato deymiz-ku. Men til o'rganishim ikkinchi bir xil til o'rgandim. Mana mushkul holatga elib beradi. To'xtamay xatolik o'tkazaveramiz do'stlar. Shu xatolik o'tkazgan vaqtingizda, "Oy, men xatolik o'tkazib qoldim" deb bargiz xijil bo'lmang. Bu intayin favqulodda normal ahvollar. Odatda bu til o'rganish savodashlar bu nimaga o'xshaydi desanglar, mushu miyamizningki har bir rayoni o'xshash bo'lmagan ixtiyorlar bor. Miyaning har bir rayonida o'xshash bo'lmagan ixtiyorlar bor. Demak, miyaning har bir rayoni o'xshash bo'lmagan ashunda bir narsalarga rol o'ynay oladi. Shu tilniki ma'lum bir siz balki ingliz tilini o'rganamsiz yoki davlat tilini o'rganamsiz. Bu nimaga o'xshaydi desanglar, miyamizda shu tilga munosabatlik til rayoni qurish jarayonidan iborat. Hozir siz masalan davlat tili bilmaysiz. Davlat tili o'rganmoqchi bo'lsangiz, miyangizningki ma'lum bir yerda shu tilga munosabatlik rayon qurib chiqaramiz savodashlar. Ingliz tili o'rganmoqchi bo'lsangiz, shu miyangizningki ma'lum bir yerda shu ingliz tiliga munosabatlik bir rayon qurib chiqamiz. Demak, shu miyamizdagi nurg'ulg'an, shu nervlarni uyg'otadigan bir jarayon bu. Til o'rganish jarayoni. Shunga men sizga demoqchi bo'lgan bu usullar hargizmi bir siz o'rganaysiz, voy siz qila olasiz deydigandek menda bir quruq shuvar emas. Sizga berilgan bir yaxshi niyatlik tasalli emas. Haqiqatan to'g'ri holatda o'rgansangiz bir tilni qisqa vaqt ichida o'rganasiz. Nurg'ulg'an odamlar mush grammatikaga alohida ko'ngil bo'lib oladi. Butun zihnini ba'zilar grammatikaga qo'yib oladi-da. Grammatikani yaxshi o'rgansam men yaxshi so'zlay olaman, to'g'ri holatda so'zlab chiqara olaman deb.
Bu hata usul savodaşlar. Grammatikaga bunda köp zihningdan sarf qilmanglar. Şu grammatika degan nima bo'lsanglar, grammatika deganimiz bir cümle ichiga yoshiringan bir yoshirin qalbdan iborat. O bir qalb. Sizlar mush ulgulik jumlalarni qayta takrorlagan vaqtingizda menga ashundagi bir qonuniyatni bayqab, ash qonuniyatga o bo'ysunib ketadi. Shu grammatikani alayda vaqtingizda zihningizni chiqarib o'rganganingizdan siz mushu ulgulik jumlalarni ko'proq takrorlanglar. Har qanday til shunda. Bu normal til o'rgangichlar ma grammatikani tadqiq qilib yurmanglar. Bu sizlar til sharoitiga moslashingizlar bo'ldi. Bu tilshunoslik tadqiq qilsa u grammatikani. Odatda bu grammatikani, haqiqiy grammatika bilimingizni cho'nqurlashtirish zarur bo'lsa, grammatik kitobni bunda lug'atning o'rnida bunda qarab qo'ysangizlar bo'ldi. Butun zihningiz bilan o'rganishingizning o'rni yo'q. Nurg'un vaqtda ikkinchi bir tilni o'rgangan vaqtimizda davlat tili bo'lsin, ingliz tili bo'lsin, grammatikani ziyoda o'ylab olib biz shundan kekeshlab so'zlab chiqarmaymiz. Grammatikani o'ylab olamizda birinchi bo'lib, qaysi so'zni ishlatadiganida to'g'rimidi, xatomidi deb. Mana shu holatdan to'xtamaymiz grammatikani ham ta'siri uchraymiz. Bu til o'rganish jarayoni qanday bir jarayon desanglar, hargizmi necha minglab so'zlikni kalla qachilib olish jarayoni emas. Nurg'unlik odam so'zlik qachilaydi kallaga. 5000 so'zlik bilaman, 10000 so'zlik bilaman deb. Ammo so'zlab baqa desa bir ikki jumlani vas chiqarolmaydi. Demak biz bundalarni til biladi deb diagnoz qo'ymaymiz, hukm chiqarmaymiz. Bu til o'rganishda nimani asos qilamiz desanglar, til sezimini, til sezim. Demak buni biz davlat tilida yugan deb qo'yamiz, til sezimini asos qilamiz. Ba'zi bolalar 300-400 so'zlikni biladi, ammo intayin ravon holatini ifodalab chiqara oladi. Ba'zidan 5000, 10000 so'zlik biladi, yaxshi holatda ifodalab chiqara olmaydi. Demak bu nimaga bog'liq? Til sezimiga bog'liq. Shunga bu til sezimi degan nima deyishinglar mumkin. Til sezimi deganimiz mush vujudimizning cho'nqur qatlamlaridan chiqadigan, mush ifodalamoqchi bo'lgan ideyamizni hech qanday o'ylanmayla, tabiiy holatda chiqarib bera oladigan bir iqtidorni biz til sezimi deymiz. Demak, siz 300 so'zlik bilamsiz, 400 so'zlik bilamsiz, hech qanday o'ylanmaylam. Ana til so'ziga vaqtimiz hech qanday narsani o'ylanmaymiz. Qanday ifodalashdan mensirmaymiz. Ishqilib taqqidlam, etiblam chiqarib birimiz. Ammo davlat til so'ziga vaqtimizda, ingliz til so'ziga vaqtimizda biz nima qilamiz? Nurg'un narsalarni o'ylab olamiz. Til sezimi yo'q. Demak, oxir bir tuyg'u yo'q. Shuning uchun so'zlab chiqarmaymiz. Shu odatda sizlar til o'rgangan vaqtingizda hargizmi samqo'lashmanglar. Mancha ming so'zlik bilaman, anchalik kitob o'rgangan deb. Eng muhim narsa nima qo'llashimiz? Til sezimi qo'llanamiz. Til sezimini qo'llashimiz. Til o'rganish jarayoni hargizmi nurg'ulg'an so'zliklarni o'rganish jarayoni emas, balki til sezimi yetildirish jarayonidan iborat. Odatda til o'rgangan vaqtimizda shov, chushudo degan gap bor. Az ko'pga barobar degan gap bor. Demak, men ko'plab 5000 so'zlik bildim, 10000 so'zlik o'rgandim. Bu xato. Az narsa ko'pga barobar. Demakchi bo'lganim, u ko'plab nurg'unlagan narsalarni o'rganishning o'rni yo'q, necha o'nlab kitobni o'rganishning o'rni yo'q do'stlar. Faqat va faqat turmushda ko'p qo'llanadigan so'zliklarni o'rgansaklar bo'ldi. Turmushda ko'p qo'llanadigan so'zliklarni o'rgansaklar. Masalan, ingliz tilida 2000 so'zlik atrofidagi ko'p qo'llanadigan 2000 so'zlikni o'rganib olsangiz, turmushda qo'llanadigan 95% dialog bo'ldi shu so'zlar bilan tarkib topgan bo'ldi. Demak 95% siz o'zingizni hojatdan chiqa oladingiz degan gap 2000 so'zlik ular. Mana bu shunda. Eng ko'p qo'llanadigan so'zliklarni, jumlalarni klassik shu narsalarni ko'proq takrorlash ilib boramiz. Endi bu til o'rgangan vaqtimizda o'z kitobni bir qatimdan o'rgangandan do'stlar, bir kitobni 100 qatim o'rgangan yaxshi. Bir kitobni takrorlash yaxshi. Takrorlash favqulodda negizlik narsa. Til o'rganishdagi takrorlash nimasi? Negizi. Shu o'z kitobni bir qatimda o'rgangandan bir kitobni 100 qatim o'rgangan yaxshi. Siz bir narsani o'rganib bo'ldim deb varaqni o'rgan vaqtingiz xatolik o'tkazayotgan vaqtingiz. Yana shuni takrorlashingiz kerakdi. Takrorlab vujudimizni singdirib yutamiz. Takrorlab shu mingimizga uchurlarni barmoqchi bo'lgan yerlarga olib yutamiz. İnsanlarınki, mingisininki her bir rayının o'xshash bo'lmagan rollariga. Her bir rayını o'xshash bo'lmagan rollariga. Demak, tilga munosabatli raylar qaysilar deysizlar? Broca rayini ham Wernicke rayini. Broca rayini odamning so'zlashini kontrol qiladi.
Wernicke rayoni-chu odamning anglishini kontrol qiladi. Odatda inglizlarninki, inglizchaga bo'lgan inkas qanchalik desanglar, yarim sekund. Agar biz inglizcha anglab qo'yib qolsak-chu, bizning ona tilimiz emas ingliz tili. Demak, bizning inglizchaga bo'lgan inkasimiz 1 sekund. Nima uchun bizning 1 sekund deyishingiz mumkin? Chunki bizningki shu ingliz tiliga munosabatlik mingimizda til rayoni yo'q. Bir ingliz tilini aldikmi, u fikrlarni oldi bilan mush mingimizdagi ana til rayoni u fikrlarni qabul qildi. Bizga tarjima qilib bergandan keyin endi biz uni qabul qila olamiz. Demak, mana shunga azroq vaqt ketadi. Bizningki ingliz tiliga bo'lgan inkasimiz odatda 1 sekund. Şu bu til o'rganish jarayoni nima desanglar, til o'rganish jarayoni mingimizda shu tilga munosabatlik bir rayon qurish jarayonidan iborat. Bizmi bir yarim sekundda ashlarga bir inkas qaytarib bo'lsak bo'ldi deymiz. Shu tilga munosabatlik rayon qursak bo'ldi do'stlar. Til o'rganishdagi eng negizlik a'zo nima desanglar, og'iz bilan quloq. Odatda mush odamningki mush yuz qismida 52 parcha muskul bo'lib, İnsanlar 52 parça muskulni ishiltib, boshqalar tushunolmaydigan ovoz chiqardi. Demak, biz qilgan ish nima? 52 parcha muskulni mashqlantirish. Hargiz mingimiz emas, 52 parcha muskulni mashqlantirish. Ba'zi vaqtda biz chet el tilini o'rgangan vaqtimizda muskullar, berish tegishlik rayonlarga baranmaganlikdan, nurg'unlagan bizniki intonatsiyalarimiz bo'lsin, ana tilnikiga yaqin bo'lib qolgan bo'ldi. Şunu biz meşgul vaktimizde ağzımızda yoğun halet etişimiz gerek. Muskullarımı beriş tegişlik rayonlarga berishimiz gerek. Demek siz bir chet el tilini yarim saat meşq qildingiz. Yarim saatdan keyin muskullarınız, og'iz muskullarınız bir xil siyqirsa, azroq charchash his qilsa, o'rganish usulim to'g'ri bo'pti desangiz bo'ldi. Agar hech qanday bir siz tuyg'u bo'lmasa, meni o'rganish usulim xato bo'pti. Muskullar degan yerlarga yetarlik baranmapti. Hammasi shu ana tilninki nemisini asos qilib qo'yibdi desak, enadigan to'g'ri chiqadi bu. Odatda biz chet el tili o'rgangan vaqtlarimizda bir uchur kallamiz kirdi. Mush kallamiz kirgan uchur nada as saqlandi? Sanlar mingining sirtqi postlar qavdida yuz berdi. Bu as tutish. Endi biz nima qilamiz? Odatda voy men buni o'rganib bo'ldim deb boshqa uchurlarni, boshqa bir tillarni, boshqa bir jumlalarni, so'zliklarni o'rganishga boshlaymiz. Demek u o'rganganimiz mi? Yani şu mingining sirtqi postlar qavdida as tutildi. Emniyetde bu uchurlar haqiqiy berish tegishli yerlarga berib bo'lanmadi. Buni unutilib ketish ehtimolligingiz favqulodda yuqori. Shuni biz qanday qilamiz mana shu vaqtda? Shu o'xshash narsani qayta takrorlash orqali shu mingining sirtqi postlar qavdida astuvag'an ash uchurlarni mingining cho'nqir qatlamlarga bag'icha, ash uchur bağmoqchi bo'lgan rayonga bag'icha qaytalab takrorlayveramiz. Demak, bu jarayon favqulodda muhim jarayon. Demakchi bo'g'inim, bu yerdagi o'xshash narsani takrorlash favqulodda muhim. O'xshash narsani yuqori ovozda, og'zimizni yo'g'on echib turib, takrorlash favqulodda muhim. Odatda buvoq bolalar, kichik bolalarninki ana tili chiqadigan vaqtda bir gapni davrda anna deb bir gap o'xshash gapni takrorlayverdi bular. Demak, kichik bolalar haqiqiy talantli til o'rganuvchilar bo'ldi. Shu biz kichik bolalarga o'xshash til o'rganishimiz kerak. Shu o'xshash narsani qayta takrorlayverish kerak til o'rgangan vaqtimizda. Biz uchun ko'proq vaqt nimamizni ishlatib olamiz, kallamizni ishlatib qolamiz til o'rgangan vaqtimizda. Bu xato. Biz nimani ishlatamiz? Og'iz bilan quloqni, kallangizni bek chiq ishlatib ketmang. Mushni esimda tutib olsam bo'ldi deb bakma tirishib ketmanglar. Biz qilgan ish nima? O'xshash narsani takrorlayverish. O'xshash narsani takrorlayversak, o'xshash jumla bo'lsin, tekst bo'lsin takrorlayversak, mingining bir uchurni qabul qilish qitim soniga mos kelgan vaqtda, takrorlagan narsalaringiz tabiiylam haqiqiy o'zingizning vujudiga kirib ketadi. Demek so'zligi vaqtingizmi vujudingizdan tangilam etiliblam chiqadigan gap. Shu bir narsani bir uchurni 70 qitim takrorlash lozim bo'lsa, siz uni 20 qitim takrorlab qo'ydingiz, 30 qitim takrorlab qo'ydingiz. Demek uni siz foydalanmaysiz. Boshlardan anglasangiz tushunishingiz mumkin, ammo so'zlab chiqara olmaysiz. Nima uchun? Chunki uchurning qaytilanish qitim soni mingining uchurni haqiqiy o'zining qilib berish qitim soniga mos kelmadi. Şu bir yerde siz bir narsani anglasangiz tushunasiz, ammo so'zlab chiqara olmaysiz. Hech qisi yo'q. Bu favqulodda normal ahvol. Bu ahvol siz nima ish qilasiz? O'xshash narsani takrorlayvering.
Yeterlik tekrarlagan vaqtingizda eningdan keyin aş cümle bo'lsin, aş sözlük bo'lsin, o'zingizning ishiltalaydigan aşkı seviyeye yeterlisiz. Odatda inglizlar 2 sekund ichida 3-4 jumla gaplarni qilib yuradi. Demak, biz bu yerda biz ularnikini qanday o'rganamiz deganda tarjima qilib olib o'rganamiz. Bevosita qabul qilolmaymiz-da, nima deyotgandi bu deb uni bevosita qabul qilolmaymiz. Nima uchun? Mingimizda shu ingliz tili rayoni yo'q. Bevosita qabul qilinmagandan nima ish qilamiz? Ona tiliga tarjima qilib olib, enidagi qabul qilamiz. Demak, uni tarjimani qabul qilg'icha 3-4 sekund vaqt ketadi. Demak, u biz uni tarjima qilib bo'lguncha ular 4-5 jumladan so'zlashga boshlab ketadi. Demak, men aytdiki, normal aloqaga ta'sir etadi degan gap. Shuni biz nima qilishimiz kerak hamda bu yerda? Bizim aytdiki, inkasimizni tezlashtirishimiz kerak. Mingimizdagi shu rayonni qurib chiqishimiz kerak. Qanday qilsak tez surat qurib chiqamiz ma'lum bu yerda deyishingiz mumkin. Yana qanday qilsak bu inkasimizni tezlashtira olamiz? Qanday qilsak bevosita qabul qila olamiz? Qanday qilsak tarjima qilmaylam qabul qila olamiz deyishingiz mumkin. Demak, mush masalalar bo'lsa, barliq masalalar bo'ldi do'stlar. Endi bunda qilish uchun biz odatda bir tekstni yodlaymiz-ku. Bir jumlani yodlaymiz, tekstni yodlaymiz. Masalan, ingliz o'rgangan vaqt tekst yodlaymiz. Siz shu tekstni yodlagan vaqtingizda hargizmi uningki suratini astiltib etmang. Ya bo'lmasa normal suratda anglamang. Biz o normal suratda o'rganib, ba'zi vaqt uning suratini astiltib etib, biz tez suratda biz inkasimizni tezlashtirib olmaymiz. Biz qilgan ish nima? Mana shu vaqtda normal suratdagi narsani, normal suratda qo'yilayotgan bir videoni bo'lsin yoki ovozni bo'lsin, tekstni bo'lsin, ashning suratini ikkisiga o'tanglar do'stlar. Ya 1.5 assa yoki 2 assa. Demak, u burunqidan tizilishib ketadi bu. Tizilib ketgandan keyin mingingizga tiz kirgan uchurlar og'zingizdan tiz surati chiqadi. Shu mana shunday narsalarni sizlar bir tarafdan doğranglar. Ağzınızda tiz suratdan doğranglar. Qancha tiz bo'lsa, shuncha yaxshi. Yuqori ovozda so'zlanglar. Yuqori ovozda. Hargiz ishingizda mi qilishga bo'lmaydi. Yuqori ovozda. Ağzınlarni yo'g'on etish kerak. Og'izni yo'g'on etib, yuqori ovozda tiz suratda o'xshash jumlani takrorlash kerak. Shu vaqtda men minginingki shu uchurlarni appamoqchi bo'lgan, tushib appamoqchi bo'lgan minginingki shu eng cho'nqir qatlamlarga tiz suratda berdi. Tiz suratda. Demak, bunda inkas intayin tiz suratda shakllanishga boshlaydi. Odamdagi tiz sezimi shakllandi. Bir tuyg'u shakllandi, bir genjo shakllandi. Demak, bu favqulodda muhim yer hamda bir til o'rganishdagi eng muhim yerlardan birisi shu. Og'zimizni yo'g'on ochamiz. Tiz suratda so'zlaymiz. Yuqori ovozda so'zlaymiz. Ma 3 xil narsa intayin muhim do'stlar. Bundan boshqa qanday usullar bormi deyishingiz mumkin. Do'rash. Do'rash til o'rganishdagi eng negizli usulning birisi. Do'raymiz bu narsani. Dedim-ku, bu til degan narsa tadqiq qiladigan narsa emas. Bu degan tabiiy fen emas, bu ish nima emas, bu bir iqtidor. Shuni do'raymiz. Ham do'rg'anni qanday qilib do'raymiz? Bir ingliz til, haqiqiy bir ingliz so'zlayotgan bo'lsa, ashuni og'ziga qaranglar. Qanday so'zlab chiqaradi, shuni qarab turib do'raymiz. Ba'zi intayin oddiy bir kinolar bor. Aslından aşu haqiqiy o'ziniki nimiz chiqib turdi, dialoglar chiqib turdi. Siz nima qilasiz? Hamda astirmay ko'ramsiz, tezroq ko'ramsiz, ish qilib dialog bilan qarshi tarafning nurg'un narsalarni tushunib olinglar. Tushunib olgandan keyin nima qilamiz? Ash bir kinoni vizqata ko'ramiz. Ash bir kinoni vizqata do'raymiz. Buni unumi intayin yaxshi. 100 kinoni bir qatimdan ko'rib do'rgandan bir kinoni 100 qatim do'rib o'tgan yaxshi. Çünkü ikinci qatim nima demoqchi bo'lganini bilib pulimizda og'zimizda vash chiqdi. Bu intayin muhim bir jarayon. Shunsiz kinoni do'rg'an vaqtingizda suratni sal tezlashtirib o'tinglar. Ba'zi bo'fanchilarning qo'yg'ishlarining suratini tezlashtirgan bo'ldi. Suratni ishkasa yoki bir yerimasiga chiqarib etgandan keyin qulqingizga arjini salasiz, tez suratda ashim so'zlab chiqaringlar. Tez surat qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Buni unumi intayin yaxshi. Buni siz tez suratda bir til sezimi shakllanib ketadi. Bu til o'rganish jarayoni qanday bir jarayon desanglar, til o'rganish jarayoni bir iqinga qarshi suv o'zishga o'xshaydi. Iqin qarshi o'zish. Endi demoqchi bo'lganim, biz kunda az bo'lsin, 20 minut bo'lsin, yarim soat bo'lsin, chuqur vaqtimizni chiqarib bir narsalarni o'rganib birishimiz kerak, takrorlab birishimiz kerak. Ish qilib shu tilga munosabatlik bir uchur kallamizga kirish kerak. Bo'lmasa biz vaqt chiqaramidik. Biz men iqin qarshi so'zib ketib boramiz. Demek iqin sizni iqtib, akididi.
Şu til o'rgangan vaqtimizda izchil 3 ay yoki 6 ay har kuni shu o'xshash uchurlar kallamizga kirib turishi bu favqulodda muhim narsa. Oy buga vaqtim chiqmadi deb bir kun tashlab qo'yishga qat'iy bo'lmaydi. Shu niyatga izchillik ajoyib muhim. Mushu tekiz jumlalarni o'qigan vaqtingizda, savodashlar, mush qulqingni mana ma'qul holatdan itib elinglar. Mana ma'qul holatdan. İtib elib turib yodilsanglar, unlik ovozda o'qib bersanglar, mana unimi texdim yaxshi. Nima uchun yaxshi desanglar, ovoz ichiga yenib ketadi. Ichiga kirganda odamning quloqininki nag'risi titraydi. Ashuni titratish muhim. Bu narsalar mingninki hamma rayonlari o'zaro bog'lanishliq bo'lib, mingninki Brokka rayoni bo'lsin, Vernika rayoni bo'lsin, shu tilga munosabatlik rayonlar bo'lsin, demak mushlarning o'rtasiga aylanma yo'l, uchurlarning aylanma yo'lni texdimi kengaytishga, mush uchurlarningki texdimi tizlanishiga intayin foydali. Mush quliqimizda mana mush holatdan itib turib yodlash, o'xshash jumlani qaytalab turib yodlash intayin muhim. Mush til o'rganishga yana bir xil unumli usul nima desanglar, mush do'rashdan boshqa o'z o'zimizga so'zlash. Buni ziyan zuyi deymiz davlat tili savodashlar. O'zimiz so'zlash. Bu o'z o'zimiz so'zlashning unumi intayin yaxshi. Odam atdigandan kechgacha nurg'unliga his tuyg'ular bo'ldi kallamizda. Masalan, qo'sqim ochdi, kafe ichkim keldi. Masalan, I am hungry, I want to drink coffee. Deganga o'xshab nurg'unligan bir uchurlar, his tuyg'ular bo'ladi kallamizda. Demak, shularni nim deydiganda mush ingliz tilida, nim deydiganda mush davlat tilida deb ashini deyishga o'zingiz urining. O'zingiz so'zlang. Shamolliq so'zlang, daraxtliq so'zlang, o'rindiqliq so'zlang, nim deydiganda. Demak, kallangizda nima shakllangan bo'lsa, ashini o'rganmoqchi bo'lgan bir tilda so'zlashga urininglar. Mush uxlashdan burun bir kunlik faoliyatingizni o'rgangan tilda qanday so'zlaydiganda deb uxlashdan burun 5-10 minut ashlarni bir o'ylaytinglar. Atdigan soat 8 da qopdim, choy ichdim, bozorga bordim, bir narsa yetib oldim degandek ash bir jarayonlarni bir so'zlashni o'zingizga mashq qilinglar. O'zingizga kallangizda o'zingizga so'zlanglar. Bu usulning unumi intayin yaxshi savodashlar. Bu ikkinchi bir xil tilni o'rganishdagi yana bir xil unumli usul nima desanglar, bir nafas orqali so'zlash. Bu bir nafas orqali qanday so'zlaymiz mallam deyishingiz mumkin. Mushu bir tekstni yodlashdan burun davlat tili bo'lsin, yoki bir ingliz tili bo'lsin, yoki boshqa bir tillar bo'lsin, cho'nqur nafas olsizlar. Qilib, nafsimiz tukkanga qadar tekstni qaytalab do'raymiz. Tekstni o'zimiz deklamatsiya qilamiz. Yuqori ovozda so'zlab chiqaramiz savodashlar. Nafsimiz oxirlashgan qadar. Demak, buni unumi intayin yaxshi. Nurg'unliq odamlar mush dadil so'zlayolmaydi, so'zlashga jur'at qilolmaydi. Demak, bir nafas orqali o'rganish usuli sizniki dadillik bilan so'zlash iqtidoringizni yuqori ko'tarib. Bir nafas orqali o'rganish usuli, ham shu bir cho'nqur nafas elib olgandan keyin mush bir tekstni yuqori ovozda yodlasak, yuqori ovozda so'zlab chiqargansak, savodashlar, mush odamning o'pka sig'imchanligini yuqori ko'tarib. Andan mush odamning immun kuchini yaxshilaydi. Demak, ma'qul tarafdan intayin foydasi cho'ng. Ma'lum bir tilni o'rgangan vaqtingizda imkon qadar bu nima deb ma'nosini ko'proq so'ranglar. Bu nima uchun bunda bo'ladi deb bu nima uchun degan gapni ko'p ishlatmanglar savodashlar. Nurg'un narsalarga javob yo'q. Ular shu o'zining tilida ashqil holatini ifodalab kelgan, ashqil holatini ishlatib kelgan. Shuning uchun til o'rganganda bu nima deb so'rasanglar bo'ldi, nima uchun bunda bo'ldi deb mas'ulni ko'proq so'ramanglar. Endi texmi ko'p til o'rganishning usullarini o'rgansam bo'ldi-molla. Bu bek muhimkin usul. İnçikalar tükü insan buldu desanglar, bu miren alayda til o'rganish usul nomli kitobni setib olsangiz bo'ldi.